ekan. Hurmatli obunachilarimiz, barchalaringizga assalomu alaykum. Novostroyka Sayramdamiz, 18-kvartal Yunusobod. 8-qavatdamiz, 10 qavatlik dom, 132 kvadratdan iborat bo'lgan xishlik Novostroykamiz. Mana bu kira urish eshigimiz, o'ng qo'lda sirazi prixoja mebelga joy qoldirilgan. Bu yerda sanuzelimiz. Remont yaqindagina tugadi, e'tibor bermaysizlar. Kuxonniy mebel polnista qo'yib beriladi. Kattagina bu o'zimizni kuxonniy zonamiz. Bu esa prixojniy zona, ko'rib turibsizlar, juda ham katta. TV zona va bu yoqqa divan kreslo qo'yib bemalol o'tirsa bo'ladi. Novostroyka polniy teplый pol qilingan. Bu esa birinchi xonamiz. Kattagina 4 ga 6 bo'lgan xonamiz o'zini balkoniga ega. Endi esa ikkinchi xonamizni ko'ramiz. Ikkinchi xonamiz bu detskiy bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu ham 3 ga 5 qilingan, razmeri kattagina, kачественный, har xil aboylardan tanlangan. Bu esa sizlar bilan 3-xonamiz. 3-xonamiz, bu ham o'zini balkoniga ega. Domimizda 3 ta sanuzel bor, bittasini garderobni qilsalaring ham bo'ladi mana bu qurishdagini. Bu yoqda esa bizni общий совмещенный sanuzelimiz. Kvadrati juda ham katta, afsuski sveti yo'q ekan, полный obzor qilib bera olmaymiz. Bu yoqda esa родительский spalnya o'zini sanuzeli bilan. Bu ko'chaga qaragan ko'rib turibsizlar, ikkita oyna bu yoqqa, 3 tasi bu yoqqa qaragan, skvozная planirovka 132 kvadratdan iborat. Bu esa o'zini yotoqxona, kattalar yotoqxonasi o'zini совмещенный sanuzel bilan. To'liq ma'lumotni описаниеda qoldiraman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.